Qizlar, mana shu nabordan boshlashinglarni tavsiya qilaman. Bu naborning ichida 20 kunlik kokteyl bo'ladi. Kokteylni xohlagan mazanglarni qilib beraman. Xohlasanglar banочный, qaranglar. Karamel bor, iris konfetdagi, kapuchino bor, 3 в 1 kofe bu yerda mazasi. Banan, fruktoviy vkuslardan, fruktoviydan yana klubnika bor, fistashka bor, shirinlik xor klientlarimga, shokolad bor, чистый Nesquik mazasi, vanil, plombir morojniga o'xshaydi, kofe mana mamda chorni kofening mazasi, lekin achchiq emas qizlar. Mana shu xohlasanglar banочныйlardan, xohlasanglar mamda korobочныйlar bor. Korobочныйlarning ham mazalari zo'r. Mana vishnya, vanil, bu yerda banan, chernika, grusha, limon, shokolad, mamda belgiyskiy. Xullas sizga yoqadigan barcha vkuslardan mana bunaqa naborga qo'shib bera olaman. Naborda ikkita любой kokteyl, bitta drayd zелёный kiradi va detoksning birinchi etapi очищение, shaker bonusiga olasiz.